Zamonaviy tibbiyotda disk churalarini davolashning yangi, xavfsiz va kam invaziv usullaridan biri endoskopik jarrohlik hisoblanadi. Buxoroda ham mana shunday ilg'or texnologiyalar asosida navbatdagi operatsiyalar muvaffaqiyatli o'tkazildi. Disk churalarini endoskopik usulda davolash zamonaviy neyroxirurgiyaning yutuqlaridan biri. Viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazida endoskop orqali disk churalarini bartaraf etish bo'yicha konsultatsiya va operatsiyalar yuqori saviyada o'tkazildi. Mazkur jarayonlarda markazning malakali jarrohlari, shifokorlari Kamol Saidov, Komil Karimov, shuningdek Rossiya Federatsiyasining Sankt-Peterburg shahridagi Pavlov nomidagi shifoxona neyroxirurgiya bo'lim boshlig'i Denis Garanchuk faol ishtirok etdi. Dastlab shifokorlar jamoasi tomonidan bemorlar chuqur tekshiruvdan o'tkazildi. Individual yondashuv asosida endoskopik operatsiyalar muvaffaqiyatli bajarildi. L4, L5 sohasidagi bel disk churasini hech qanday kesmalarsiz yuqori texnologik operatsiyani amalga oshirdik, ya'ni endoskopik usulda L4, L5 sohasidagi disk churasini olib tashladik. Bemor bugun 2 soatdan keyin o'rnidan turib, yurib, ertaga uyiga javob beriladi. Operatsiya o'tkazilgan bemorlarning sog'lig'i tez fursatda tiklanmoqda. Natijalar esa kutilganidan ham yuqori. Bemorlar og'riqdan xoli bo'lib, normal hayot tarziga qaytyapti. Bu kabi zamonaviy kam invaziv usullar tibbiyotda yangi bosqich bo'lib, bemorlarning tez sog'ayishiga xizmat qilmoqda. Выполняем сейчас эндоскопические операции высокотехнологичные. Biz yuqori texnologik amaliyotni bajaryapmiz. Tanada kichkinagina teshiklar paydo bo'ladi xolos. Bu bemorning bezovtalanishiga ham yo'l qo'ymaydi. Operatsiyadan so'ng palataga o'tkazamiz. 2 soatdan keyin korset kiygiziladi va u harakatlanishi mumkin. Shu kunning o'zida yoki keyingi kunda uyiga javob beramiz. Bunday yuqori texnologik amaliyotlar bemorning tezroq faol hayotga qaytishiga hamda jarohatlar kamayishiga sabab bo'ladi. Ushbu badanda teshilgan joy ham tezda bitadi. Ilgari bunday operatsiyalar juda katta kesmalar asosida ancha murakkab kechardi. Bemorning o'ziga kelishiga ham ancha o'ylar talab etilar edi. Bugungi jarayon esa bir necha baravar afzalligi bor. Bu kabi operatsiyalar markazda tez o'tkazilmoqda. Neyroxirurgiyaning yangi bosqichidan bemorlar ham mamnun. Shifokorlar jamoasi esa o'z malakasi va tajribasi bilan yanada ko'proq insonlarga sog'lik hadya etishni maqsad qilishgan.